Tik-tak. Mana shu apparatdan chiqadi. Xo'p, bu apparatimizni tabletka va tabletka ko'rinishidagi mahsulotlarni presslab, chiqarib, bu yoqdan tayyor chiqarib beradigan apparat. Xo'p, bu apparatimizni soatiga 120 mingta tabletka ko'rinishidagi mahsulot bizga chiqarib beradi. Bundan ichiga o'sha dori-darmon mahsulotlari, veterinariya dori-darmon mahsulotlari, undan tashqari qandoqlat mahsulotlari, ya'ni bilamizki, Tik-takki o'zini shirin, yalpiz mazali tabletkasimon mahsulotlari bor. U ham xuddi shu apparatda chiqadi. Orbitda o'sha yalpizli, har xil mazali tabletkasimon shirinliklari mana shunaqa apparatlarda chiqadi. Bunaqa apparatni hozir biz zavodga kelganmiz. Misol uchun bu apparatimizni soatiga 120 mingta chiqaradi. Buning ichida o'zining qoliplari bor. Qoliplarni xohlaganingizchalik tanlasa bo'ladi. U har xil razmerda, har xil shaklda, oyoqchalik yoki tabletka shaklidagi, xullas buni narxi do'stlar 11800 dollar. Endi buni talabingizga qarab har xil kamroq, arzonroq, qimmatroq qilsa bo'ladi. Do'stlar, bunaqa apparatlarimiz, texnikalarimiz juda ko'p. Biz siz aziz obunachilarimiz uchun har kuni izlanishdamiz, har kuni zavod, har kuni yangi joylarga boramiz. Bunaqa katta apparatlar, katta ishlab chiqarish uchun deb o'ylasangiz adashasiz. Siz uchun kichkina uy sharoitida ham ishlatsa bo'ladigan apparatlarimiz bor. Ularni ham topib qo'yganmiz, ular bilan tanishtirib o'tamiz. Sizdan like, podpiska, kommentariy kutib qolamiz.